hujum. Yigitlar, turib beramiz, sabr qilamiz. Mana shu tomondan havodan uzatma amalga oshiriladi. Kim birinchi? Ichkarida to'p uchun kurash. Goldek qabul qilamiz. Goldek qabul qilamiz. Yusupov. Bugun olib chiqding bu o'yinni. O'tkirishchi. Tep xushtagingni chal, ramziy ma'no bo'ladi. Chal. Hozircha indamayapti. Yana bitta hujumni qaytaramiz shekilli. Yo'q. Shu yerning o'zida bir daqiqa chiqdi baribir. Mana shu epizod o'tkir. Yot. Hop, endi chal. Hakam avstraliyalik. Bo'ldi, biz chidadik shuncha. Evans 99. Baribir Yusupov o'zing tugatib ber. Bu darvozabonlar benefisi bo'ldi va jahon chempionati yo'llanmasida ham darvozabonimizning super seyvi bilan hozir qo'lga kiritishimiz mumkin do'stlar. Bizniki out bizniki ekan. O'zbek xalqi biznikilar tashlagisi kelmayapti bu to'pni. Tashlama kerak emas shu to'p. Qolsin shu yerda. Mayli, hozir kimdir sariq olishi mumkin, ammo tarixiy natija arafasida turibmiz do'stlar. Timur Kapadze, jamoa, hammamiz birgalikda. Qiyinda hozirgi vaziyatda qanday o'ynashni. Burchakka yaqin joyda va Shavonda! Biz jahon chempionatidamiz! Jahon chempionati! Tabriklar! Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Bu hammamizning g'alabamiz. Har biringizning g'alabangiz. Siz ekran qarshisida ko'rayotgan har bitta tomoshabin, bu sizning g'alabangiz. O'zbekiston isbotladi. Biz futbolda ham Osiyoda eng zo'rlardan birimiz. Do'stlar, bu bayram barchamizniki va butun mamlakat hozir ekran qarshisida yigitlar, muxlislar bilan birgalashib qovushga tushmoqda. Bu do'stlar, O'zbekiston navbatdagi sahifani ochgan kun do'stlar. Bu do'stlar, 3-chi reys ochgan navbatdagi g'isht qo'yilgan kun do'stlar. Bu do'stlar hammamizni birlashtirgan kun. Bu do'stlar jahon chempionatiga bizni olib chiqqan kun. Bu do'stlar yangi sahifa. Bu do'stlar hammamiz orzu qilib kutgan, kimlardir yetolmagan kun do'stlar. Bu do'stlar biz yetdik bugunga. Mana shu yigitlarimizni olib chiqishdi. Orif o'sha 3 soat to'plangan energiyani bitada sarfladi va juda hayajonli chiqdi. Orif bitta narsa aytmoqchi edim. Endi aytaman, sharqdon bilan tiyilib turdim, chunki har qanaqa natija u gaplarga ta'sir qilishi mumkin edi. Muxlislarning tashrifi qanaqa og'ir kelishgani, ularni oxirgi kelgan o'sha Andijondan kelgan